Tövbe qildim. Shunaqa ham erkak bo'ladimi? Sizga tegib o'zi nima ko'rdim? Ketaman bu uyingizdan. Uyga chiqsang, qaytib kirmaysan. Uyingizni yelkam chuqur ko'rsin. Just want to keep it. Let it go. Dilafruz, qaramam sumka chiroyli ekan. Juda ham chiroyli ekan. Juda ko'p kiyimlaringga tushadi. To'g'ri. Bunisi ham. Qara. Oho. Как раз menda yo'q bunaqasi. Yeah. Girls talking something, shopping southern traveling, 낮은 연습, now the light baby. Chami got ticket, never, maga, never, from Johnny. Yaxshi kunlaringga ishlat. Rahmat qizlar. Ketdik endi. Restorangamidi? Let it go, so I'll be. Just want to give it. Let it go, Whoa, you need to get your mind now. Let it go tonight. Alo. Labbejon. Kelib qoldingizmi? Biz ham turyapti-ku. Hozir tushaman. Yulduz, yangi telefon olibsanmi? Qachon olding? Xudoga shukr. Erim bilan shuncha sabr qilib yashab keldik. Mana birinchi oyliklariga 17 olib berdilar. Tabriklayman. Zo'r. Shahzod, seni remont bo'layotgan uying nima bo'ldi? Uyimiz bitta. Ertaga erim bilan mebel pardalar olgani tushamiz. Erim bu ishni hammasini menga topshirdilar. Shunchalik yollarda tog' bo'lib ishonib yurganim uchun. Meni ham xo'jayinim kelishlari kerak edi. Sen nima qilasan? Yo tashab qo'yaylikmi? Yo'q, menga ham kelishmadi. Bo'ldi-da. Yaxshi qolding. Let me talk to him. Shot had the bottom jeans, boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shawty got low. Asal qiz nima настроение diyor? Men kimdir xafa qildimmi? Yo'lingizga qarang. Kimdir xafa qilgan bo'lsa ayting, yo nimadir muammoyingiz bormi? Chekkaga to'xtatib yuboring. Mana, shuni olib qolarsiz. Chiroyli qizlardan pul olmaymiz, olib qo'ying pulingizni. Oling dedim sizga. Los. Nega o'zingni olasan? Hey, shawty, what I gotta do to get you home? My jeans full of guap and they're ready for shows. Cadillacs made backs for the sexy grown. Patron on the rocks that'll make you moan. One stack. Dila qalaysan? Yaxshi yuribsanmi? Ha, yaxshi yuribsan, Sobit. Ochilib ketibsan. Menga qara. Ertaga xohlasang toqqa olib chiqib kelaman, dam olib kelamiz. Hech kim bilmaydi xotirani. Qo'ysingchi. Menga qara, nimaga o'zingni olyapsan-u? Maraz ekansan. Bilan. O'g'lim, seningga boshlang'ich to'lovini to'lab uy olib bersang bo'lardi. Oyi, men ro'zg'orimni eplayman, kommunalkalarni eplayman, yo'q qizingizni boqaymi? Qaysi birini qilay? Nima bo'lsa ham jigaring-ku, jigaringga yordam berasan-da. Jigarim bo'lsa nima bo'pti? Ayb o'zida ajrashib kelmaganida tayyor uy ham bor edi.